Bize hammamiz Google Chrome'a giramiz va undan oldin hammamiz kompyuterlarni yopamiz. Boburbek, qani? Qaranglar. Biz o'tgan darsda ham shu yerdik. Google приложение, это Google таблица. Вот. Beda nomini bosib biza blank spreadsheet, to'g'rimi? Mana boshqalamizdan so'ng bizda chiqadi. Biz o'tgan jadval yaratishni va metallar bilan ishlashni o'tdik. Endi bugungi darsimizda sizlar bilan diagrammalar bilan ishlashni o'tamiz. Diagrammalar bilan ishlashni o'tishimiz uchun men o'tgan darsimizda yozgan narsalarni ishlasam bo'ladimi? Bo'ladi-ku, to'g'rimi? Masalan, qaranglar. Men shuni tanlayman, to'g'rimi? Ya'ni ism va nomi yosh. Tanladim. Tanlaganimdan so'ng format bor, data bor, tools bor, Gemini bor, insert bor. Biza bedahan qaranglar, Webs'dan boshlaymiz. Webs'da yana o'zi ko'rishda ham, to'g'rimi? Bu yerda ko'p narsasi yo'q, faqat yana zoom bor. Zoom bu yaqinlashtirish. Qaranglar, 200 qo'ysam shuncha yaqinlashtiradi, 300 qo'ysam undan yaqinlashtiradi. Webs bo'limida asosiy narsa yo'q. Bu narsalar, ya'ni edit bo'limida bu Ctrl Z, bu Ctrl Y, Ctrl X, copy, paste. Biza bilamiz bu narsalarni, to'g'rimi? Biza klaviatura orqali boshqarib bilamiz bu narsalarni. Yodlaymiz biza birinchi darsda o'zimda. Insert bo'limidan bizga kerakli narsa chart. Chart degani diagramma degani. Va bu diagrammalari turli xil ko'rinishlari bor. Sizlar buni bosgan holatda o'zingizga yaqin xohlagan любой bir diagrammalarni tutishingiz mumkin. Masalan, shu. Bu narsa bizning jadvalimizda to'g'ri yaramaydi. Ya'ni mos tushmaydi, tushunishimiz qiyin. Tak biza может быть это bu bo'lishi mumkin. Ya'ni qaranglar, bu go'k nom ekan bizda. Go'k ham tushmadi bizlarga. Sog' bo'l. Masalan, bu bizlarda bo'lishi mumkin ekan. Buni chatda bizlar hozir yosh bo'yicha faqatgina chiqarib berdi. Ya'ni Rasulbek 10 bilan 15 oralig'ida ekan yoshi, to'g'ri. Bu Boburjon 10 yosh ekan, bu Aziz esa 17 yosh ekan. Ya'ni shunga sal qo'shamizdan diagramni keltiramiz. Amirxon 14. Yana Amirxonmi? G'alaba etdinglar Amirxondan. Necha? 14 mi? 16 yoshdan sen. Nafosat. Xato yozdim. Nafosat. Doğru yazdım. Сколько? Okey. Akşam olsa kelasiz siz? Fazilet. 13. Kamron Bey. Suhrab. 17. Вот. Görüşürüz mümkün. Sizlere xuddi shunday qilib diagramma tuzib beradi. Sizlar buni xohlagancha o'zgartirib olishingiz mumkin. Edit bosgan kanalga 3 nuqta bosib, edit bosib turib, bu yerda yana iblar bosib turib xohlaganlaringizni qo'shishingiz mumkin. Endi bu menimcha sal tushunarli bo'ldi, faqat yana nuqtalar bilan belgilab berdi bu. Yana qaytga ishlamizda. Вот, yanachi. Colorni o'zgartirish yozadigan kanallar background color deydi. Ya'ni orqa fon ham, to'g'rimi? Background color. Hamma biladimi? Bu chart border color deydi. Endi bu har bir diagrammalaring color endi bu. Давай, o'zgar. Что-то o'zgarmadi-ku. Ana endi o'zgardi. Ya demak, buni rangini o'zgartirish uchun qaranglar, ustidan bosib turib, bir marta ustidan bosib turish kerak ekan. Mana. Chiqqandan keyin buni xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin o'zingiz. Va buni kattaligi, yaqinlashtirish, kichraytirish va o'zingiz qo'lingizda. Bu circle dedi. Circle dedim, to'g'rimi?
dumaloq, uchburchak ekan. Bu yulduz ekan, звездочка. Вот это, bu 14 piksel degani ketaytirish. Ammo biz menimcha yana o'zlarimizdan qo'shib ketaytirishimiz mumkin. Mana biz dasturlash asoslari o'tsak xudo xohlasa sizlar bilan piksel degan narsalarimiz bor. HTMLda 1 piksel o'zi H1 dan to H6 ga bor. H1 eng katta piksellarimiz, HTMLda H6larimiz eng kichigi. Va ularni biz yanada CSS orqali kechaytirishimiz mumkin. Legend edi. Left yana right, bottom, top. Doğru, top üstki qism, yuqori qismi. Nanda hech nima deydi, hech qaysi yana. Avto bo'lsa avtoda qiladi. Left qo'yib yurgan, left o'sha chapga surib berdi. Top yuqoriga surib berdi. Bottom pastga surib berdi. Mana shu yerda bor. Right'da qo'yib qo'yamiz shu. Yoki da avto qilamiz. Horizontal dedi. Label font dedi. Bu yozilgan so'zlar ko'rsama font degani matnning shrifti, ya'ni biz o'zimiz shrift deb atamiz, to'g'rimi? Shu shriftlarni o'zgartirishingiz mumkin. Jiyni qilishingiz mumkin, ya'ni qalin yoki doimchiki qilishingiz mumkin. Xohlagan lazat kelishingiz mumkin. Hop. Bo'ladi. Hozir ko'ramiz qara. Biza Ctrl B ni o'rganganmiz. Ctrl B ni vazifasi nima bu? Qalinlashtirish, ya'ni uni bizlar ruschada jирный deb atamiz, inglizchada bold deb atamiz. Qarang, men bold bosaman, уже avtomatik jирный bo'ldi. Keyin biza Ctrl I ni o'rganganmiz. Nima edi Ctrl I? Kursiv qilish ina. Italic deydi bu narsani. Bosamiz, ancha yatiriz bosib beradi bu narsa. Bular Word mavzusida yurishimiz kerak yana bu yerda. Bosamiz, bu orqali text colorni o'zgartirishimiz mumkin ekan. Vertical bor ekan buni. Vertical. Bu sonlar endi bu. Vertical bo'lgandan keyin sonlarning shriftini ham o'zgartirishingiz mumkin xohlagancha. Bold qilamiz, nima qilamiz? Buni yo'qay o'zgartiradigan bu narsa. Krasniy qilamiz. Count. Hover degandan hover yozilishini. Hover degandan bilasizlar? Hover degani hover degani soya degani. Bilinmadi inglizcha. Endi qaranglar. Просто yodlab qo'yibman shu yerda. Inglizcha bilmagan. Endi bu diagrammalarimiz yetdi. Biza valyuta deganda nima tushunamiz? Как so'm emas, любой narsa, ya'ni valyuta deganda pul birligi. Dollar, so'm, yevro, rubl, yuan, dinar, yana ular bilasizlar. Turkiyaniki nima bu? Lira. Janglar sizlar bilan shu pul birliklarini ko'ramiz. Doimo shunday copy qilib olaman undan hozir. Ctrl C. Ibida yangachaman, ya'ni plus bosamandan yangashdim yuraman. Plus boshtirib yangashib turib, ibida nom boshlaymiz mumkin. Pul deb qo'yaman. Ha? So'kdingmi? Boburbek. So'kdingmi hozir? Ha, so'kmadingmi? Ha, pul dedingmi? Молодец. Shularni katta yozaylik. Если что, sal chiroyli bo'lsin. Okey. Qaranglar, men yondiribman, yaklaştirayman. Yondimi? Biza endi qaranglar, bularni
Ctrl X qilib bu yerga tirab turaman deb bera. Ism deyman. Ism. Ibara yosh. Ibara doim inglizcha yozamiz. Name. Yosh inglizchasi nima bu? Ha? Age. Ekana. Narx nima? Narx. Price. Ama qanday o'rganasiz ingliz tilini? Ha? Hozir ham borasan ingliz tiliga? Bormaysanmi? Qaranglar. Endi bir price chiqamiz. Biz xohlamiz, so'mlarni chiqamiz. 1000 2000 meni Oy. Qaranglar, bu yerda примерно bir sonlar yozdim men va endi shular biz pul birligini o'tiramiz. Ya'ni pul birligi nechga o'tilar ekan. Bu narsani tanlayman. Tanlaganimdan so'ng qaranglar, o'zi bitta dollar ikonkasi bor, ko'rdingizmi? Buni bosgandan keyin avtomat bizga dollar o'tirib beradi bu narsani. Buni bosish orqali ortiqcha nollarni o'chirib tashlashimiz mumkin. Va qaranglar, shundan ko'rinisha keladi. Buni ustidan bossang, уже dollar ikonkasi yo'qoladi. Indirgan vaqtida dollar ikonkasi bor. Bu bir dona dollar ikonkasi edi hozircha. Endi qaranglar, biza formatga bosib turib, bu yana o'tib turib, ishida shuni bosib tursak, bu yana qo'yib beradi. Yana bir dollar belgisi bor orqasida. Dollar qo'yib beradi. Formatda bo'ladi. Formatda yani sababi o'zgartirishda yana formatda olamiz. Bo'ldi, ne custom ekan. E'tibor beringlar. Bular tanlaymiz. Formatga kiramiz. Formatda ya'ni shuni durgan narsa sizlar nechtir o'zgartirish kiritdingiz emas, sizlar uni formatlagan hisoblanasizlar. Tushunarlimi? Masalan, fleshni formatlab qo'ying deydi-ku, to'g'rimi? Tayyor bo'lgan narsani sizlar o'chirib berasizlar, sizlar o'zi formatlaysiz u narsani. Shunday narsa. Tushunarlimi? Formatga bosamiz, number bosamiz va eng pastda custom dedi. Custom degan nima? Tayyor narsani o'zing bir xohlansa o'zgartirish, to'g'rimi? Xohlansa o'zgartirish kiritishing custom hisoblanadi. Bera bosgandan keyin bizlar hamma pul birliklarini chiqarib beradi bu yerda. Hammasi bor. Rossiya so'm bor ekan. So'm bosib beramiz bir zabatda. So'mning ko'rinishini ko'ramiz. Tanlaymiz. So'm nechik bo'lsin, uzusi bo'lsinmi, yoki bir orqasida bo'lsinmi? Uzusi akkurat yo'nida. Va buni arasini achish uchun biza yani chatdimlar. Buni arasini achish uchun biza arasini ochib bermagan bu so'mda. Arasını açmayan ama xarab. Bu 1000 so'm bo'ldi bu. Bu 2000 so'm, 3000, 420 so'm. Davay, bir boshqa formatlar ham ko'ralchi. Türkiye'ni görək. Xitoyga o'xshaymi? Qarab. Bu narsa bilan Turkiyaniki ekan, lira. 1000 lira qancha so'm bo'ladi? 1000 lira.
250 ming so'm pul bo'lgan почти. Shunda rubldan kattaga u narsa. Rubllarimiz hozir 150 ming so'm. Shunda уже уровень katta, rubldan. Xuddi shunday qilib sizlar bu yerda pul birliklarini qo'shishingiz mumkin ekan. Endi biz insert bo'limidan o'tishimiz mumkin bo'lgan narsalar rows degan narsalar qator degani biz yerdan bir jadval ko'rishimiz mumkin. Checkbox bo'layotgancha bu narsada. Checkbox ya'ni da shu deb ko'ramiz checkboxni. Bir nechtasini tanlashdan narsa bo'ladi checkbox. Endi checkbox. Shu yerda o'zingiz uchun bir kunlik reja tuzdirib belgilab qo'yishingiz mumkin. Shu yerlari keyingi darsda xudo xolasa sun'iy intellekt bilan qildirib o'rganamiz. Ya'ni o'sha buncha yozib o'tiramiz, vaqtlarimizni yo'qotib, oddiygina bir chiroyli qilib bir prompt beramiz. Bizning ishimizni hammasini qilib beradi bu narsa. Keyin bu bizga yodlangan bo'lsa sum, average, minimal, count, max minimallari o'zingiz ruchno qo'lda turadi, to'g'rimi? O'sha o'tirishadi emas meni ekranda. Tanlaymiz. Function bosamizdan sum bosamiz. Enter bosamiz. Bizlar уже o'zlari qo'shib berdi. Test tanlaymiz. Insert bosamiz. Function bosamiz. Count. Count degani soni, necha dona bor ekanligi 9 chiqib berdi. Ya'ni nechaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Count tushunarlimi? Bosamiz, ko'ramiz. Average navadi? O'rtacha qiymat. Javob 14,5 chiqdi. Bizning shu demak undan gap chiqadiki, bizning o'rtacha yoshimiz 14,5 yosh ekan. Tushunarlimi? Yana men o'zim qo'shib ko'raman bera. Уже 15,4 yosh bo'ldi o'rtacha yoshimiz. Tushunarlimi Boburbek? Ya bu drop down bu belgilashingiz mumkin bu narsada. Bunga hozir nom beramiz. Tanla. Drop down. Now, siapa aku bisa dong drop down. Bo'ldi. Uni ustidan bossangizda 1 2 3 4 chiqadi endi. Sizlar xohlasangiz talab etishingiz mumkin bu yerdan. Tushunarlimi? Oson bundan shu yerda. O'zi ko'pchilikga shunday qilinadi. Keyin to'g'ri oddiy Excel'da ochiladi. Keyin menga biz avval rasm yuklashni, rasm generatsiya qilishni, ya'ni shu o'zida hech qanday bir boshqa sun'iy intellektga kirib o'tirmang. Shu o'zida rasm yaratishni ham ko'ramiz xudo xolosa keyingi darslarimizda. Alaykum assalom. Bu create a canvas. O'tir. Bu yangi bo'lim chiqdi. New degan bo'lim chiqdi kanallar. Canvas bo'lsa e'tibor beringlar. Bu canvas bilan Canva eshitganmisizlar? Canva? Ha? Avval itak CV любой narsa tuzish mumkin Canva'da. Shu bo'lim qo'shibdi create a canvas dedi. Menimcha ibara buni ham sun'iy intellekt orqali ko'ramiz ekan. Sun'iy intellektga qo'yib turamiz hozircha. Keyin men sizlarga shu narsalar bor, kod orqali o'tirsa bo'ladi. Kod yozgan holatda, koding qilib. JavaScript kodini yozamiz. JavaScriptda sizlar tilini yozamiz to'g'riroq. AppScript, juda zo'r narsa ekan shu.
tayyor besplatный server ham bor ichida, eng qiziqi. Xudo xolasa buni ham ko'rsatib beraman sizlarga. Dim yomon narsa bu. Bu Google Sheets'dan ham bor, Google Docs'dan ham bor, Google prezentatsiyadan ham bor. Keyingi ko'radigan darslarimiz o narsalar. Asa bo'yicha shu valyutani ko'rasizlar hozir. Keyin ular sum minimal maksimallari insert bo'limi orqali ko'rib chiqasizlar. Keyin ivajlar ko'rib chiqasizlar, drop down va checkboxlar ko'rib ko'rasizlar. И потом yana nima ko'rdik sizlar bilan? Diagramma, shu diagramma olib chiqasizlar. Tushunarlimi? Zapis o'chiraman, YouTube'ga yuklayman. Ko'pchilikda Telegram yo'q, shuning uchun YouTube'ga yuklab beraman. Bo'ladimi?